Alright guys, ansa breeze onin dersini ile sağlaştı. Hani breeze onin dersini verirsen how do they compare? How do they compare? How degan gibi hamda bunu qandaq selishtirildi degan gap. How do they compare? Ansa qarab qarag'an bo'lsak, ansa birinchi rasmni qarasangiz bolalar bir taychaq bor ekan shunday. Yo'q, taychaq emas, qo'ychaq. yoki qo'ynan bo'lsa shunami. Bu nima dersanglar, you can say tall, shunami? O'ziga nisbatan egiz ekan shunami? Tall. Hamda qo'zchaqqa nisbatan taychaq qanday dersanglar, egizroq shunami? We can say taller. Okay, hamda pilcho desanglar, ikkisiga nisbatan eng egiz ham o'sha hayvonotlarning ichida shunami? You can say tallest. Arada the tallest deb ishlatamiz. Demak, siz super bilan selishtirganda bolalar, asl shakli tall, uni degan selishtirma shakli nima? ER degan qo'shimchani qatamiz. Uni degan eng yuqori shakli EST. Endi yana ba'zi bir ahvollarni hozir yana bir ta'rif qilib o'tamiz savolatdan. Masalan, mushukcha short. Okay? Mushukka nisbatan toshbaqa teqidimi qanday? Shorter. What about paqa? Paqa desanglar, the shortest. Demakchi mushlarning ichidagi pakiri shortest. Masalan, tall, taller, tallest. Short, shortest. Shortest. Aydasya. Andaqda mashina qarab bag'inglar. Birinchi Beijingning taksisi bo'lsa olasizlar. Bu nima? Good. Nayt yaxshi ishnami? Endi Beijingning taksisiga nisbatan mashina qandaroq? Albatta uningda yaxshiroq bo'ladi-da. It's better. Shunami? Endi mashincho vahshiy mashina ekan shunami? U bo'lsa nima? The best. Okay? You can say the best. Eng yaxshisi shunami? Good, better, the best. Demakchi yaxshi, yaxshiroq, eng yaxshi. Eng yaxshi. Okay. Andaqda sadoshlar tegirikki rasmni qaranglar, mana lazlarnikiga. Lazlarnikiga qarasanglar, endi buningda birisi buning ichidagi birisi nima ekan? Nachar ekan, bad. Shunami? Okay, demakchi shunsiz spesial ig'roq ekan shunaqa. Uni degan yana birisi worse. Okay, worse. Yana birisi uningda eng the worst. Demakchi nachar, nacharoq, eng nachar. Ig'roq, eng ig'ir. Bo'ldi. Demakchi bad, worse, the worst. Okay. Andaqda mana qarapanglar, birinchisi nima? Many. Ko'p. Anda uni qaraganda nima? Ko'proq, demak more, yana birisi eng ko'p. The most. Demakchi ko'proq, eng ko'p. Okay, mana ko'pincha sanig'ini bo'lgan ismlarni olib keldi. Andaqda much degancha sanig'ini bo'lmaydigan ismlarni olib keldi. Masalan, much, more, the most. Okay, demakchi much. Demakchi buni selishtirma shakli, eng yuqori shakli sanig'ini bo'lamdi, sanig'ini bo'lmamdi va hammasidan qanday desanglar, asosan o'xshash. Masalan, many sanig'ini bo'lgan ishlatamiz, muchni qanday qilamiz desanglar, sanig'ini bo'lmaydiganga ishlatamiz. Bu ikkilisining ma'nosi o'xshashlar nima? Ko'p, jiq, nurg'un degan gap. Alright. Aniqda mana olmalar qarabanglar, birinchisi few ekan shunami? Albatta ikkinchisi undan ozroq ekan fewer. Va uchinchisi eng oz. Shunami? The fewest. Demakchi eng oz degan gap. Buni albatta sanig'ini bo'lgan ishlatamiz. Ana keyingisi chocolate little oz, ozroq bo'lsa less, eng oz bo'lsa the least. O'xshashdan bularni bo'lsa sadoshlar qanday desanglar, mushu few ni sanig'ini bo'lgan ismlarni oldiga ishlatamiz. Little deganda-chi, sanig'ini bo'lmaydiganlarni oldiga ishlatamiz. Okay? Shuna ma'no ishlatganda qanday qilmaymiz desanglar, alohida diqqat qilamiz. Endi ma'noda, masalan, a few nima sanig'ini bo'lgan ismlarni oldiga, a little nima demasanglar, sanig'ini bo'lmaydigan ismlarni oldiga. Endi bu yerga less bilan lessdan farqi, less deganimiz ozroq, yo'q, a little deganimiz ozroq, little degan asosan yo'q deyarlik. Demakchi inkor ma'nosini bildirish, shunami? Masalan, a few degan ozroq va few degancha asosan yo'q deyarlik degan gap bo'ldi. Alright. Answer bir misolga qarab bag'ala. Masalan, look at a talk an example. Have you got any chocolate? I haven't got much. Sizda azroq shokolad bormi desa, menda jiq yo'q. Endi yana bir I've got more than you have. Menda sizdan ko'proq bor. Shunaqa. I've got the most. Bir aylandanda menda eng jiq. Shunami? Yana birisi, have you got any chocolate? Desa, I've got little. Menda azroq bor. Okay, what about I've got less than you have? Menda sizdagidan qandaroq azroq bor. Less than azroq. Shunami?
Anda ma 3-chi savodashtichu ang az vakanjima. I've got the least. I've got the least. All right. Keyingisiga qarasak, have you got any tomatoes? Sizda sho'xlilar bormi? I haven't got many. Menda ancha jiq yo'q. Okay. Anda ma buydichu, I've got more than you have. Menda sizdagidan ko'proq bor. More than ko'proq shunami? Yana bir sizchu qarab baqsaq rasmda bir kishi chiqqan qo'y ma'noda. Undaqda I've got the most. Menda nima? Anjiq. Xo'sh, asmana, have you got any eggs? Sizda tuxumlar bormi? I've got very few. Menda intayin oz bor. Okay? And then I've got fewer than you have. Menda sizdagidanmi oz. Ma uchinchisi bir taxlam bor ekan, demak eng ozi. I've got the fewest. Xo'sh, hansama mashinalar qaranglar. Mashinalar qiziqsizlarmi? Deyin birinchisi, you must see my new car. It's very good. Siz chiqib meni mashinamni qarasangiz kerak. O intayin qanday? Yaxshi. Albatta, A mashina dema, B mashina qanday? This one is better. Okay? This one is better. Better degan nima? Yaxshiroq. And uchinchisi-chi, albatta mashqasini yengib yetadi-da, hamda shunami? Unda bo'lgan ekan, uchinchisi albatta this one is the best I have ever seen. And I have ever seen deganimiz balla men ko'rib boqqan demakchi, men ko'rib boqqan mashinalarning ichidagi eng yaxshisi. Okay, andaqda shu 110 darsimizning mazmunini tugab qoldi savodashlar. Uningdan ko'proq ushurlarga erishmoqchi bo'lsanglar, masalan bizning shu ekranda ko'rinib turgan G'oy Abdi ta'limimizni tushiringlar. Tushirib hamda mashinangda sindarslik undarslik, har xil darsliklarimiz bor-ku. Shu maxsus til o'rganish uchun loyihalangan-ku. Sizlar shu orqali nurg'un yangi uchilarga erisha olasizlar. Va yoki bizniki shu Tangshunninki darsxonaga kirsanglar, bizniki nurg'un sin darsliklarimiz bor, ham nahv maydon darsliklarimiz bor. Sizlar shu orqali o'rganish maqsadini loyiha eta olasizlar. Okay, thanks for watching. See you next time. Goodbye.